Kimlargadir yoqmayotganingizni qanday bilishingiz mumkin? Avvalo aytib o'tmoqchiman. Hammamiz odatiy bilgan tug'ilgan oyingizga qarab, kim qaysi burch ostida tug'ilganligini aniqlaydi. Lekin bu bilgan burch 3-o'rinda turuvchi yulduz hisoblanadi. Asosiy o'rinda turuvchi yulduzingiz esa faqat kosmogrammangizga qarab hisoblab ko'rilishi mumkin. Chunki asosiy o'rinda turuvchi yana ikkita oldingi yulduz bu kosmogrammangizda aniq ko'rsatiladi. Birinchi, ikkinchi hamda uchinchi, undan tashqari yana boshqa yulduzlar albatta sizning hayotingizga o'z ta'sirini ko'rsatib boradi. Oyingizga qarab men falonchi burchman deb o'ylab yurgan burchingiz ancha sizdan uzoqroqda turgan bo'lsa, munajjimlar bashoratiga ko'ra ko'p ma'lumotlaringiz xato chiqishi ham yana bir sababi shundandir. Hozirgi ma'lumotim ham ba'zilarga to'g'ri kelishi, ba'zilarga bir oz to'g'ri kelmasligi mumkin. Chunki bu aynan kuniga 12 marotaba almashuvchi yulduzlar, burchlarga tegishli bo'lgan ma'lumotdir. Bu masalani meni konsultatsiyamdan o'tganlar yaxshi bilishadi. Shunday qilib davom etamiz. Kimgadir yoqmayotganingizni qanday bilishingiz mumkin? Demak, rus tilida Lev, Oven hamda Strelets nafratlarini yashira olishmaydi. Kinoyali mulohazalari, gaplari ularning sizga bo'lgan negativ, ya'ni yaxshi emas bo'lgan munosabatlarini ma'lum qilib qo'yadi. Sigir, boshoq, tog' rus tilida Telets, Deva va Koziroglar to'liq inkor, rad qilishlari, o'zlarini olib qochishlari bilan sizga ma'lum qilishadi. Nimani? Qaytaraman. Ularga yoqmasligingizni. Egizak, tarozi, qavg'alar. Ya'ni rus tilida Bliznitsi, Idisi va dalillar. Har bir gapida sarkazm ishlatishadi. Kulib turishadi, jilmayib turishadi, ammo to'liq passiv agressiyalari ko'rinib turadi. Shundan bilavering, siz ularga demak yoqmayapsiz. Qisqichbaqa, chayon hamda baliqlar. Rus tilida rak, skorpion hamda rybalar. Sadosiz devor kabi sovuq muomalaga o'tib olishadi. O'z taassurotlari, emotsiyalari bilan bo'lishmay qo'yishadi. Iliqligi yo'qolib qoladi. Ularga gapirdingiz nima-yu, gapirmadingiz nima teng bo'lib qoladi. Muz odamiga aylanishadi. Shunday qilib, ularni bu holatini ko'rsangiz, bilaveringki, siz ularga yoqmayapsiz. Bu ma'lumotlar do'stlar nima uchun kerak? Agarda kimgadir yoqmayotganingizni sezsangiz, bilmagan holda uning oldida o'ralashib yuraverganingizdan foyda yo'q. Yaxshisi uni asli tabiatini bilgan holda, bunday harakatlari orqali unga yoqmayotganingizni bila olsangiz, o'zingizni chegarangizni to'g'ri ushay olasiz. Avvalambor hamma bir-biriga yoqishini, chiroyli muomalada, iliqlik munosabatlarida bo'lishini tilab qolaman. Ammo nachora, ba'zan odamlar bir-biriga yoqmay qolishganda, bir-birini tinch qo'yishgani yaxshiroq deb o'ylayman.